ota-onamni umraga olib boraman deb o'ylab yuribsiz. Firmalari ko'p, qaysi biridan jo'natay ekan, to'g'ridan-to'g'ri reys bo'larmikin, yo'qmikin, turgan viloyatimizdan ham reys bormikin deb o'ylab turibsiz. Azizlar, hozir biz Farg'ona aeroportidamiz. Ya'ni bugun 18-oktyabr navbatdagi Hoji tog'a hoji onalarni ulug' safar, umra safariga jo'natish taraddudida turibmiz do'stlar. Like va podpiskani ayamanglar, videoda oxirigacha ko'ring. Kimga mana shunday paketlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqa chiqishni so'rab qolamiz azizlar. Uchish qushlar Madinaga, ya Muhammad deya deya. Salom elting habibimga, ya Muhammad deya deya. Yetish qalbim yura yura, aylanib shaydo bulbula. Chaqirgan ishqimni so'ngra, ya Muhammad deya deya. Mana hozir men bittarasi guvoh bo'lib qoldim. Bu tomonda Hoji tog'a hoji hammalari ular o'rtaq ekan. Do'stlar ketishyapti ekan. Ulardan bir tafsilotlar surishtiramiz. Assalomu alaykum Hoji dada, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Hoji dada, yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Menimcha bilishim uchun hammalari o'rtaqsizlar, menimcha. Bir mahalladan. Bitta mahalladoshsizlar. Mahalladoshsizlar, a? Qalay, kayfiyatlar qalay, xudo xolasa? A'lo darajada. Alloh bayda ketyapti. Alloh nasib qilibdi, xudo xolasa inshaalloh. Hamma berishibdi, so'mkalar, kamizlar, xudo xolasa inshaalloh. Yo'lda biz ham duo qilinglar, xudo xolasa inshaalloh. Chaqiramiz hamma. Yurtimiz tinch bo'lsin. Parvardigor olam, hasholarimiz bundan odil bo'lsin. Yana qayta borib jo'rasa. Mana ikkinchi bor ketyapti. Ikkinchi bor ketyapsiz. Xudo xolasa. Duo qiling. Hasholar odil bo'lsin, mahalla-ko'y, el yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchlikni xohlaymiz. Bolalarimiz insof topib bersin, umrlar uzoq rizqlar. Ularni ham Parvardigor hammani Alloh akbar. Salomat do'stlar, sog' bo'linglar, xudo xolasa inshaalloh. Do'stlar, o'zlaring ko'rlaring, mahalladoshlar ekan bular. Hammalari bitta mahalladan biri bo'lib, ulug' safarga ketishyapti inshaalloh. Kimga mana shunaqa paketlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shunday safarlar biz bilan bormoqchi bo'lsalaring, quyidagi raqamlarga aloqa chiqib so'rab qolamiz do'stlar. Ya Muhammad deya deya. Chaqirgan ishqimni so'ngra, ya Muhammad deya deya. Chaqirgan ishqimni so'ngra, ya Muhammad deya deya. Do'stlar, mana o'zlaring hammasi guvoh bo'lyapsizlar. Registratsiya bo'limida turdik. Hoji tog'alar bilan ko'rishib, qo'llariga bejiklarni, kamzullarni, vizalarini, so'mkalarini berdik. Kayfiyatlari a'lo darajada. Bunga o'zlaring guvoh ham bo'lgansizlar. Bo'ldilaring ham hammalaring. Kimga mana shunday paketlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shunday safarlarga biz bilan birga bormoqchi bo'lganlar, quyidagi raqamlarga aloqa chiqishingizni so'rab qolamiz do'stlar.